Ijtimoiy tarmoqlarda talaba qiz o'zini yotoqxona derazasidan tashlab yubordi mazmunidagi xabar tarqaldi. Biz esa kechagi dasturlarimizda bu haqda ma'lumot bergan edik. Bugun esa holatni yanada chuqurroq o'rganish maqsadida aynan o'sha Qo'qon davlat pedagogika institutiga yetib keldik. Holat yuzasidan mazkur oliygoh matbuot xizmatining bergan yozma ma'lumotlarda qayd etilishicha, talaba qiz 2005-yil Farg'ona viloyatining Furqat tumanida tug'ilgan. Otasiga sud tomonidan uzoq muddatli qamoq jazosi tayinlangach, qizaloq 2010-yilda mehribonlik uyiga joylashtirilgan. Uning onasi esa onalik huquqidan mahrum etilgan. Ushbu talabada shu oilasidan jinsiy ziddiyatida bo'lib turgan va psixologik nazoratida bo'lib, psixologik tarbiyaviy targ'ibot ishlarini olib borgan u talaba bilan. Ma'lum bo'lishicha, talaba qiz institutning 2-bosqichi tahsil olgan va u aynan mana shu 3-sonli talabalar yotoqxonasida turgan. Ayanchli holat ham shu yerda ro'y bergan. Biz ichkariga kirib holatni yanada chuqurroq o'rganish uchun bu yerga yetib keldik, lekin institut mas'ullari bizni nimagadir binoga kirishimizni xohlashmadi. 4 ta talaba turar joyi bor. Bu 3-talaba turar joyimiz hisoblanadi. Ushbu holat shu xonadonlar bilan og'zaki ziddiyatga borib qo'ygan va pedagogik tarbiyachi tomonidan u talaba tinchlantirilib, murosaga keltirib chiqib ketgandan keyin va ma'lum vaqt o'tgandan keyin ushbu talabamiz xonada o'zi yolg'iz qolganida shu derazadan o'zini tashlab yuborish holati kuzatildi. 3-qavatdan yerga tushib og'ir tan jarohatlari olgan 19 yoshli qiz yotoqxona mas'ullari tomonidan Qo'qon shahar shoshilinch yordam bo'limiga olib kelingan. Xo'sh, hozirda qizning holati qanday? Bilish maqsadida biz shifoxonaga keldik. 12-dekabrdan 13-dekabr ko'tar kechasi og'ir ahvolda bemor Qo'qon shahar shifoxonasiga qabulxona bo'limiga olib kelingan. Shifokorlar dastlabki ko'rikdan so'ng bemorning holati og'ir baholanib, jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Standart bo'yicha bemorga bosh miya tomografiyasi, UZI, ko'krak qafas tomografiyasi o'tkazildi. Bemorning hozirgi holati o'ta og'ir. Qo'shaloq shikastlanish, bosh miya kalla shikasti, bosh miya og'ir darajasi, kalla ensa suyak sinishi, bo'yin umurtqa 6-bo'yin umurtqasining sinib silishi, 5 ta ko'krak umurtqalarining sinib silishi diagnozi qo'yilgan. Bemor holati og'irligi saqlanmoqda. Standart bo'yicha kerakli davom oladi o'tkazilmoqda. Shifoxonaning jonlantirish bo'limida og'ir holatda yotgan 19 yoshli talaba qizga shifo so'raymiz va hozirda mazkur holat yuzasidan Qo'qon shahar prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari olib borilayotgan bo'lib, natijasi bo'yicha mavzuga yana qaytamiz.